Qadrli do'stlar, sizlar bilan Fazliddin Muhiddinov. Hozirgina kanalimizda e'lon qilingan post bo'yicha video darslik qilishga ham qaror qildik. Ya'ni bir skillslar haqida. Bu juda ham manfaatli video bo'ladi, ishonaman bunga. Keling, buni qanday qilib ishlashini avvalisidan ham ko'rsataman sizlarga. Bu orqali siz Adnes'da ham kodlarni xuddi web uchun sun'iy intellekt yozayotganday sifatli qilib sun'iy intellekt yozdirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, buni ishlatishning bir qancha qadamlari bor. Birinchi navbatda biz Adnes'imizda konfiguratsiyani saqlanib vigoruzit konfiguratsiya fayli deb turib alohida fayllarga saqlab olishimiz kerak bo'ladi. Mana men oldin saqlagandim. Xohlagan bitta papkani saqlaysizda, tanlaysizda, vigoruzitni bossangiz, Adnes ichidagi fayllarni mana shu papkaga saqlab oladi. Bu papka qanday bo'ladi? Men sizga hozir ko'rsataman buni. Va undan tashqari bu yuklagungacha bizda Visual Studio kodini yuklab olib o'rnatish kerak bo'ladi. Buni qanday o'rnatishni internetda ko'rish mumkin. Buni ichiga kiramiz. Kirgan paytimizda mana oldin ishlayotgan proyektim ochildi. Buni hozir o'chirib turaman. Kirgan paytimizda pustoy mana bunday holat chiqadi. Tepada fayldan open folder bosib turib, biz o'zimiz mana bu yuklagan Adnes'imizni konfiguratsiyasini yuklagan faylimizni ochib ko'rsatamiz. Ya'ni bu bizda mana aytaylik SSD diskda optimal savdo conf degan konfiguratsiya edi. Bir papkani bosamiz, mana bunda bizda ochiladi. Va hozirgi paytda men cloud kodni ishlatyapman do'stlar. Cloud kod juda ham yaxshi tushunyapti. Adnes'ni asl olganda integrate ham tushunyapti, faqat cloud kodda limitlar ancha ketadi, bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Buni qanday o'rnatiladi? Visual Code'da mana bu knopkani bosib turib, tepaga cloud deb yozsangiz chiqadi. Cloud deb yozsangiz plugin chiqadi. Mana bunda o'rnatilgan holatda turibdi. Mana shu yerda sizda install bossangiz o'rnaydi. O'rnagandan keyin tepada mana bunday narsa paydo bo'ladi. Buni bosganingizda sizga birinchi navbatda ro'yxatdan o'tishni taklif qiladi. Mana men hozir buni ko'rsataman. Switch account bo'lsa, mana bunday holatda chiqadi. Xo'p, ustiga bosasiz, open ni bosasiz. Open ni bossangiz, mana bunday sizda cloudni ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, $20 ichimiz tarifingiz bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Mana bunday holatda narsa chiqadi. Authorize bosasiz. Authorize bosgandan keyin bo'ldi. Orqaga qaytsangiz bo'ladi. Mana ro'yxatdan o'tganingiz uchun bu yerda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana account and usage bossangiz, mana sizni ro'yxatdan o'tganingiz haqida ma'lumot chiqadi. Xo'p. Endi mana biz aynan o'zimiz Adnes'imizni optimal savdo konfini ko'chirib oldik. Men buni ichida boyaga skillslarni o'zi allaqachon o'rnatib qo'ygandim. Keyin shu skillslarni ham o'chirib tashlaymizda. Delete deylik shuni. Skillsni o'chirib tashlaymizda. Sizda mana bunday holatda pustoy Adnes konfiguratsiyasini o'zi turgan bo'ladi. Va siz mana bu yerga o'tishingiz mumkin. Cloud kodga loyiha bilan tanishib chiq. Bu yerda yozamiz va shu bilan bizga bu loyiha bilan tanishib ma'lumotlarni yig'ib beradi. Mana biz loyiha bilan tanishib chiqib, to'liq strukturasidan o'rganib chiqib bizga ma'lumot beryapti. Qandayligi haqida. Bu yerda to'liq o'zingizni konfiguratsiyasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Dokumentlar, hisobotlar, hamma narsani ko'rib chiqyapti. Mana hamma narsani ko'rib chiqdi-da. Xo'p, ana undan keyin biz unga bitta buyruq beramiz. Mana bu loyihani ssilkasini olamizda. Biz unga aytamizki, shu skilllarni yoki shu loyihani ko'chirib o'rnat. Shu papkaga deb buyruq beramiz. Va o'zi ko'chirib o'rnatib bizga oxirgi natijani beradi. Va oxirida aytib qo'yamiz. Va shu proyekt bilan shu ko'chirilgan bilan tanishib chiqib menga hisobot ber deb yozib qo'yamiz. Bundan keyingi mana bu ishni bajargandan keyin bu ishni bajaradi. Ketma-ket ketaveradi do'stlar bu narsa. Mana do'stlar loyihani ko'chirib bizga to'liq hisobot berdi. Bu hisobotda ko'rishingiz mumkin. Bir S'dan barcha xususiyatlardan foydalanishga mo'ljallangan qisqa lo'nda
Bu yerda skriptlar mavjud. Agar mana shu skriptlar bo'lmasa, mana shu biz bergan buyruqlarning hammasini sun'iy intellekt o'zi yozib, o'zi bir narsani to'qib chiqarishga to'g'ri keladi, lekin bu skriptlar unga tayyor yo'nalish beradi. Sun'iy intellekt faqat mantiqni bajaradi va qolganini mana shu skillslarni o'zini ishga solib, biz aytgan обработка отчетlarni yozib berishi mumkin. Bu yerda mana ko'rib turibsiz, 71 ta skill bor. 7 tasi misol uchun tashqi обработкалар yaratish, sborka, razborka deyapti. 4 tasi tashqi отчетlar, pechatli formalar, boshqalardan formalar. Qisqasi mana shu hammasini ko'rishingiz mumkin. To'liq ma'lumotni bergan. Keling endi amaliy bitta ishga o'tamiz. Bizda mana misol uchun bitta nima bor? Konfiguratsiya bor. Bu konfiguratsiyada bizda ma'lumotlar bor, to'g'rimi? Men to'g'ridan to'g'ri bunga aytishim mumkin. Bu yerda men oldin o'chirib tashlaganim uchun qaytadan so'rayapti. Buni qaytadan plugin sifatida o'rnataymi yoki shu yerda qoldiraymi deb turib, biz nima qilamiz? Keyin mana shuni plugin sifatida o'rnatib aytaylikchi. Nima deydi? Plugin sifatida o'rnatib qo'yamiz. Va keling undan keyin biz bitta o'zimizning ishimiz bilan shug'ullanamiz. Ya'ni biz nima qilishimiz mumkin? Mana misol uchun bizda ADNS konfiguratsiyasi bor. Bu ADNS konfiguratsiyasida o'zimizning bir qancha отчетlarimiz bor. Keling, men sizga bu skilllarni nima uchun kerakligini qisqacha bitta misolda ko'rsatib o'taman. Biz bitta yangi отчет yarataylik. Bu отчетda sotuvchilarni davr bo'yicha sotgan mahsulotlarni cross tablitsasini maket asosida yasab ber deb aytaylik. Juda ham cross tablitsa qilishga men ilgari o'zim qiynalardim. Bitta ikkita shablonlar qolganman. Asosan CKDda, ya'ni sxema komponentga danaqda cross отчетlarni qilsa bo'ladi. Lekin keling shuni mana bu yer o'zida shu narsani plugin orqali bajarishni, mana bu skills orqali bajarishni ko'rib chiqamiz do'stlar. Nima deymiz? Xo'p. O'quvchi demaylik, kontragentlar deylik. Mana. Ya'ni biz o'zimizni savolimizni bu yerga berdik. Ikkita buyruqni bajaring deyapti. Plugin sifatida o'rnatishni aytyapti. Keling, shu plugin sifatida o'rnatmay turamiz. Buni o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Men pluginsiz ham ishlatganman. Keling, o'zimizni oddiy holatda ko'ramiz bu narsani. Ya'ni aytyapmizki, biz o'zimizga kerak bo'lgan отчетni mana bunday qilib, bizga отчет tuzib ber deb mana buyruqni berdik. Keling, endi buni buyruqni beramiz. Mana 14:41 da boshladi. Hozir men vaqtni tejash uchun videoni pauzaga qo'yib beraman. Qisqa muddatda bu aynan bizni mana shu skillslarimizdan foydalangan holatda biz aytgan hisobotni yasab beradi. Tashqi hisobot shaklida faylga saqla deb yozaylik. Sababi konfiguratsiyaning ichiga ma'lumot kiritadigan bo'lsa, buni xatda tiklash kerak bo'ladi. Ishlab turgan konfiguratsiya bu juda ham xavfli. Tashqi hisobot qilib bersa, biz uni osongina o'zimizning konfiguratsiyaga qo'shib olishimiz oson bo'ladi.
Mana do'stlar, orada skillsdan o'qiyapti. Mana qanday qilib obработка yasash haqida o'zi skillsdan tanishib olyapti-da. Ana undagi o'sha skills bo'yicha obработкani yasab beradi. Hozircha davom etyapti. Mana do'stlar, maketlarni tuzib oldi. Maketdan keyin mana formalarni tuzdi. Formani tuzgandan keyin formaning ichidagi modulni kodlarni yozyapti. Mana qarang. Adresga moslab, adres bo'lganda ham o'zimizni imенно bizni konfiguratsiyamizni ichidagi registrlar, nomlar, izmireniyalar hamma narsasini o'ziga moslab yozyapti do'stlar mana. Forma modulini yozyapti hozircha. Ya'ni hali ham ishlashda davom etyapti. Mana do'stlar, va nihoyat bizni tashqi otchetimiz ham tugadi, hisobotni berdi. Faylni tashqi hisobotlar degan mana bu papkaning ichiga tashladi. Bu yerda mana tashqi hisobotlar degan papka ochib, buni ichiga mana bu yerda RF shaklida tashladi va tagida nima qilindi buni tushuntirib berdi. Qatorlarda kontragentlar, usullarda kunlar, kesishmada savdo summasi. Qanday ishlatiladi? Bu narsani o'zimiz bilamiz. Keyin endi buni ochib ko'ramiz. Mana buni bosamiz. Bosamizda hop, buni ichida tashqi hisobotlar deganda mana bu narsa bor mana. Formasini ko'ramiz. Modulni ko'ramiz. Bir marta tekshirish bosib qo'yamiz. Xato qilmaganmi yo'qmi? Nazarimizga to'g'ri o'xshayapti. Keyin buni birato'la admin so'zdan ochib ko'ramiz. Buning uchun mana adminsda admin forma, admin sifatida ochishga ruxsat berib qo'yganman. Nima qilamiz? SSD ni ochamiz. Buni ochamiz. Tashqi hisobotlar, mana buni ochamiz. Da deymiz. Sifar yuritib olaman. Schema komponent kodlarini o'rnatilmagan deyapti. Sifarni yuritib olaman. Nimaga biz aytganda chiqmadi? Bitta ko'ramiz. Sifarni yuritib bosgan paytda nima bo'lyapti? Sifarni ochib bo'lyapti. Keyin shuni birato'la mana shu yerga qo'shimcha отчет qilib qo'ya qolaylikchi. Balki shunda xatolik kamlashgan. Sistema rahbariga qo'yamiz. Yopamiz. Uploadga qilamiz. Mana bu bizning отчетimiz. Ne установлен схема компонент kodlarini deb xatolik beryapti. Xo'p, buni o'ziga aytamiz. Mana darrov xatoligini qayta ishlab natija bo'ldi deb aytayapti. Keling buni qaytadan sinab ko'ramiz yana. Hop, bundan chiqib ketamizda, mayda ochib qo'ya qolamiz. Shakllantirish.
Ya'ni baribir qanaqadir xatoliklar chiqadi. Keling buni hozir sinab ko'ramiz, nima xatoligini aniqlab ko'ramiz hozir. Hop, buni o'chiramiz. Deymiz. Boshqatdan qo'shib qo'ya qolamiz. Yo yaxshisi ochiq qo'ya qolamiz. Sababi xatoliklarni tuzatib, sirasi tekshirishga oson bo'ladi. Hop. Format chat ochamiz va keling birinchi maketni ko'raylik. Bu maket. Bu qaysi maket ekan? Keling bir sinab ko'ramiz yana. AI bilan ishlashni bitta yomon tomonini o'zi sezyapman. Agar o'zingiz kod yozsangiz, inson qidirib, ko'rib, hamma narsani o'zi bilganligi uchun bitta bosganda nimadir xato chiqsa, sirasi o'sha joydan topasizda. Mana AI orqali yozganda siz kodni tagini yozmagansiz. Shuning uchun hatto ba'zida odam xatoni qidirishga ham yerdan olib qolar ekan ba'zida. Hop, nima deyapti? Parametr расшифровка kontragent topilmadi deyapti bu yerda. Parametr расшифровка topilmadi deyapti 110-qatorda. 110-qator. Go 110. Stroke. Bu yerda qaysi maketni ishlatyapti bu? Stroke kontragent deyapti. Hozir bitta joyini ko'ramiz. Buni kattalashtirib olamiz. Parametr расшифровка degan joyda asli mana bu parametrni o'zi hal qiladi. Bu yeri bizga kerak emas. Mana shu joylarda ozgina xato qilyapti. Mana do'stlar, shu joydan o'shni to'g'rilab qo'yamiz. Yana bormi yo'qmi shunaqa joy? Iskat deymiz, boshqa yo'q ekan. Buni saqlaymizda. Mana endi mana bu yerda yopib boshqatdan ochib ko'ramiz. Endi 1.01 dan 1.10gacha. Voy. Bu biz o'ylagan отчет emas. Demak, bu hozir biz o'ylagan отчетni chiqarib bermadi. Yengilmaymiz. Xatoni ham aytib qo'yaylik, nima bo'lganligini. Mana bu maketda yoki o'zimiz to'g'rilab olsak ham bo'ladimi? Bitta ko'raylik. Mana do'stlar boshidan qayta yig'ib berdi. Mana bunday shaklda ko'rinadi deyapti. Keling endi buni birga sinab ko'ramiz. Hop, yana boshqatdan o'sha faylni ochamiz. Shakllantirish bosamiz.
yana o'sha xatolik chiqyapti. Cho'ta qiyinroq yozib berib qo'ydi shekilli. Odatda men xuddi shu kabi отчетni qilib ko'rdim. Normalda ishlayotgandi. Shuning uchun sizlarga shuni qilib ko'rsatmoqchi edim. Mayli, ko'ramiz. Qani oxiriga yetamiz, xudo xolasa. Parametr shifrovkani o'chirib tashlaylik, shu bizga kerak emasligini tushunyapti. Bizda oddiy parametrni o'zida bu narsa hal bo'ladi. Hop. Chekitni boshqatdan ochamiz. Ha do'stlar, cross tablisa shaklida qila olmadi. Keling, bo'lmasa boshqacha qilamiz. Aytamiz. Cross tablisa shaklida bilmayapti. Buni oddiy tablisa shaklida qilib ko'ramiz. Do'stlar, uni u tomonda qilguncha men o'zim mana kod bilan tanishib chiqdim. Buni o'zimiz ham to'g'rilashimiz mumkin deb turib. Hozir umuman olganda mana kod to'g'ri ko'rinyapti. Присоединить deb turib mana qo'shib ketgan. Qani bu yerda mana присоединить deb turib qo'shib ketgan yacheykanini. Lekin xato nimada bo'lishi mumkin deb men o'ylayapman. Mana bu butun bir qatorni hammasini oblast deb belgilagan. Aslida bu bunday bo'lmasi kerak edi. Mana bu kontragent oblastini chiqargandan keyin mana bu den oblastlari butun bir qator sifatida emas, balki mana bu yacheykani o'ziga bo'lish kerak edi. Keling, shuni to'g'rilab qo'yamiz. Shapka den deymiz. Iskisini o'chir deymiz. Faqat yacheykani o'zi bo'lib qoladi. Mana buni shapka itogo deymiz. Itogo deymiz. Iskisini o'chiramiz, yacheykani o'zi bo'ladi. Stroka kontragent yacheykani haligi qatorni boshlanishi, buning uchun bu hammasi bo'lsa ham bo'laveradi. Mana bularni ham xuddi shunga o'xshatib qo'yamiz. Stroka den. Bu ham stroka всего bo'ladi. Jami qatorning pastdagi boshlang'ich qator bu turadi. Undan keyingilarni o'zgartiramiz. Podval den. Podval всего. Mana endi to'g'ri ishlash kerak. Chunki butun qatorni qo'ygandan keyin president qilaman desa, joy to'lmasdan yana boshqatdan pastdagi qatorga qo'yayotgan bo'lishi mumkin edi. Hop. Keling, buni bitta endi sinab ko'ramiz endi. 0105 yoki 0104 dan boshlab. Mana o'sha bo'limini mana endi o'sha bo'limini to'g'ri chiqyapti. Faqat mana buni ham o'zgartirar ekanmiz. Shapka kontragent, stroka itogo. Bular ham butun qatorni band qilib qo'yapti ekan do'stlar. Podval itogo. Podval den. Podval всего.
o'zgartiramiz. Stoker counter agent. Hop. Qolganlari turaveradi. Hop. Boshqatdan ko'ramiz. Подвал подпись. Qayerda edi bu? Подвал подпись. Итоги по колонкам. Колонковый рабочий итог. Keling shuni yoqib turamiz. Keyin o'zimiz topib olamiz buni. Подвал den. Nomini o'zgartirib qo'yaman. Podvaldagi yumshash belgisi yo'q ekan. To'g'rilab qo'yamiz. Saqlaymiz. Qayta ochamiz. Mana do'stlar, biz aytgan отчет chiqdi mana. Ko'rib turibsiz. Mana подвал подпись pastga qarab cho'zilib ketibdi. Mana bu ekan подвал подпись. Chunki oxirgi presidendakin bitta narsa bo'lmagan, nima deydi, pastga vesti bo'lmagan. Shuning uchun pastga qarab cho'zilib ketgan, yonga qarab cho'zilib ketgan bu narsa. Xo'p. Mana do'stlar. Va nihoyat. Mana ko'rib turibsiz, hamma narsa tayyor. Ya'ni bu bilan men nimani ko'rsatmoqchi bo'ldim? Atayin xatolarni sizlar bilan birga qidirdim do'stlar. Aslida olganda orqadagi hamma qora ishni qilib berdi. Faqat bitta ikkita joylarda shu xato qilibdi. U ham bo'lsa ko'rib turibsiz. Maketda butun bir qatorini oblisib qo'yibdi. Natijada presayedinit degan mana bu narsasi nima deydi, metodi ishlamasdan har safar yangi qator pastga qarab tushib ketgan ekan. Xo'p, demak biz buni to'g'riladik. Keling buni birato'la sahrin kak qilib, sahrin kopiya qilib o'zgartirib qo'yamiz. Buni emas, mana buni. Prosta o'zgartirib qo'yamiz mana do'stlar va endi mana bunga qaytamiz. Xo'p, mana endi bu biz keyingi aytganimiz bo'yicha yangidan отчет qilib chiqibdi. Hozirgiga saqlagan bo'lsa kerak. Yana bitta boshqatdan ochib ko'ramiz. Bizda boshqa bormi yo'qmi yana? Shu bitta xolosmi? Chunki biz hozir ancha o'zgartirib tashladik. Открытni bosamizda mana. Demak bu mana cloud qilgani, mana buni biz qilgan bo'lish kerak. Buni ochamiz boshidan, shakllantirish bosamiz. Mana maket o'zgartirib ko'rib turibmiz. 0103 bosamiz, shakllantirish bosamiz. Ya bu o'zimizniki ekan bu. Boshqa faylga yozib qo'ymagan ekanmiz. Ertaroq saqlanib qilib olishimiz kerak edi. Shuncha qilgan mehnatni boshqatdan qilib chiqadi endi.
boshqa faylga yozib berish uchun yangi faylga yig'ib beradi. Endi do'stlar ko'rib turibsiz, barcha qora mehnatni sun'iy intellekt qilib beryapti. Biz shunchaki o'sha bitta ikkita adashgan joylarni to'g'rilab oldik xolos. Bu yerga tartib raqam qo'yamiz, bu tomonga kerak bo'lsa, qanaqadir shapkalarni o'zgartiramiz, boshqa qilamiz, lekin asosiysi bizni hisobotimiz tayyor holatda ishlab turibdi. Mana bu hisobotni ham bitta ko'ramiz, keyin shu bilan videoni yakunlaymiz. Yangi fayl yig'ildi deyapti mana. 3 xil RFI bor deyapti. Bo'ldi, yig'ilgan bo'lsa, demak biz ochib ko'rishimiz mumkin bo'ladi allaqachon. Etiketni bosamiz. Oylar bo'yicha mana oxirgisi. Okay deymiz. 0101 deymiz bu yerda, chunki biz faqat oylar bo'yicha degandik. Yana o'sha parametr расшифровкада xatolik beryapti do'stlar. Bu narsani biz bunday qilib turib kommentariyaga olib qo'yamiz. Bu mana ustiga bosganda chiqadigan parametr расшифровка edi. Aslida olganda bizda u narsa ham parametr sifatida o'rnatiladi DNSda. Parametr расшифровка deb yozish shart emas. Bu faqat maketda shunaqa yoziladi xolos. Mana bu yerda maketda parametr расшифровка deb yoziladi haqiqatdan ham. Mana bunday qilib turib, lekin kodda parametrning o'zi shuni o'ziga o'tadi. Parametrning o'zi. Xo'p. Shundan ochamiz. Boshqatdan ochib oylar bo'yicha maket. Buni to'g'rilab olamiz. Kengaytirib olamiz. Summani kengaytirib olamiz. Topamiz. Mana oylar bo'yicha bizda chiqyapti. Faqat buni mana bu gruppirovkasini yopishni yozmabdi do'stlar, balki biz buyruq berganimizda yozish mumkin edi. Gruppirovka yopishni o'zimiz qilib qo'ysak bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Keling, shuni ham bitta amaliy ko'rsatib bera qolay. Xo'p, bu ham modul obyekti bo'layotgan bo'lsa kerak. Har safar oy chiqqan paytda, mana oy chiqdi bu yerda. Ввести итог message. Oblast message chiqqan paytda mana bu yerda qani ko'raylikchi. Mart 2026 degan yozuv chiqqanda bo'lish kerak edi. Mart 2026 degan yozuv qayerda bizda? Message degan oblast degan, to'g'rimi? Oblast message. Ввести bo'lgandan keyin mana shu yerda начать группа строк deb qo'ysak bo'ladi. Va oxirida oy bo'yicha jami итог message chiqqandan keyin закончить группа строк. Adashmasam shunday bo'lishi kerak. Bu tabdok bizga parametr sifatida kelganligi uchun hozir o'zini haligi ko'rmayapti haligi. Endi biz ko'rdan qilamiz kerak bo'lsa, новый publishing document deymiz. O'zini metodlarni ko'rmayapti. Mana bunday qilib biz ko'rdan qilib olamizda, keyin tepada закончить группу строк. Начать группу строк. Mana shu ishni qilib bo'lgandan keyin shunchaki kommentlab qo'yamiz. Bizga alert qilmaydi. Xo'p. Mana bitta ochib ko'ramiz.
bizga ko'rinmagani sababi mana bu yerda biz narsani yoqib qo'yishimiz kerak. Отображать заголовки. Setkani yoqib qo'ya qolaylik. Belki chiqmadi. Qisqasi do'stlar, buni o'zingiz yana bir ko'rishingiz mumkin. Mana maydan boshlab chiqibdi. Nega tepaga chiqmadi? Yana bir o'zingiz ko'rishingiz mumkin qisqasi, bu o'zimning shaxsiy mana bu konfiguratorga aloqador holat. Bu baribir siz shunga o'xshab yashashingiz mumkin bo'ladi. Mana shu bilan do'stlar, ko'rib turibsiz, juda ham oddiy, bir ozgina buyruq berasiz, yo'q-yo'g'ini to'g'rilaysiz. Qolgandan cloud kod o'zi yozib beryapti. Kattagina og'ir mehnatni o'zi qilaveryapti. Faqat u yo'q-bu-yog'ini to'g'rilab qo'ysangiz bo'ldi bo'lyapti. Video o'ylaganimizdan ancha cho'zilib ketdi, lekin o'ylaymanki foydali bo'ldi. Nimadir izohlarda savollaringiz bo'lsa, nimadir tushunmovchiliklar bo'lsa yozsanglar, xudo xolasa bajonidil qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.